Endi albatta sigaretni gapirganda yana nimani gapirib o'tishimiz kerak? Sigaretni gapirganimizda nimani tashlab ketmasligimiz kerak? Nosni. Domla, keyingi darsda sigaret haqida bo'ladi dedingiz. Nos haqida ham qo'shib qo'ying, nos haqida deyishdi. Albatta qo'shamiz. Albatta qo'shamiz, birodarlar. Nos va uni chekishli oqibat. Nikotinga bog'lanib qolishlikni keltirib chiqaradi nos. Bu ham bir ilmiy manbalardan olingan ma'lumotlar. Nos qon tomirlarini toraytiradi. Qon tomir toraygandan keyin miyaga, boshqa a'zolarga qon yetib borishligi qiyinlashadi. Tomirlar qisqarib ketgandan keyin yurak qattiqroq ishlashligi kerak. Yurakni tezroq tugashiga olib boradi bu narsa. Nos chekkan kishini yuragi yetarli kislorod olmagani uchun tezroq ishlash kerak, infarktga yaqin bo'ladi. Nos rakka olib keladi. Nos karies, parodontoz, boshqa tish kasalliklariga olib keladi. Yana gastrit kelishiga ham, yazvaga ham sabab bo'lar ekan. Yoshlarning nos chekishi ularning xotirasini yomonlashtiradi. Skleroz kelib chiqadi akalar. Mana Rossiya Fanlar akademiyasining bergan ma'lumotiga ko'ra, nos chekkanlar, yoshlar bepushtlikka duch kelishlik xavfi bor. Mana shu sababli bepushtlik kasaliga duch kelganlarni davolashlikda deyarli imkoniyat yo'q ekan. Rossiya Fanlar akademiyasining bergan ma'lumot. Og'zidan rak bo'lganlarda 80% nos chekkan. Bu statistika. Bu fakt bu. Sigaret tashlab nosga o'tib oldim deydi. Nos sotayotganlar nimani sotayotganlarga qarab qo'yinglar. Musulmon ummatining qirilishiga yo'q bo'lishiga hissalarni qo'shyapsizlar. Sigaret sotayotganlar ham. Ajib. Katta savdo markazlarida g'arbda 20% daromad sigaret sotishlikdan kelar ekan. Sigaret sotadiganlar. Sigaret sotadiganlar. Hoji aka bo'ladi. 5 mal masjid namozga chiqadi. Magazinida eshitaydi do'konda sigaret sotilinadi. Wala taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Alloh taolo buyuryapti bizga. Hamda o'zlaringizni o'zlaringiz o'ldirmangiz. Albatta Alloh sizlarga mehribon bo'lgan zotdir. Chekish birodarlar inson o'zini o'zi qatl qilishi. Faqat sekin-sekin qatl qiladi. Sekin portlaydigan bomba bu. Tabiblar aytadi, tamakini doim chekkan odam o'zini joniga o'zi suiqasd qilayotgan odam deyshadi. O'zini o'zi o'ldirgan odamni qiyomatda ahvoli nima bo'lishini bilasizlarmi, birodarlar? Siz sigaret chekishlik bilan o'zingizni o'zingiz o'ldiryapsiz. Bunda shak shubha yo'q. La zarara va la zirar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Zarar ko'rish ham yo'q, birovga zarar ko'rsatish ham yo'q. Sigaret chekishlikni bitta foydasini ayting, men sizga 10 ta zararni aytib beraman. Voy, o'zi ham biladi o'sha kashandachi. O'zi ham biladi. Faqat nima qilsin? Kuchi yetmayapti. Kuchi yetmayapti.